Bu dunyo hech kimga doim tekis bo'lavermaydi. Bir tekis bo'ladi, bir qiyshayadi, bir chuqur bo'ladi, bir tekis bo'ladi. Alloh taolo shunday bo'lishini xohladi. Albatta bunda hikmat bor. Dunyo bilgan kimsa uchun qayg'u hovlisi, xursandchilik hovlisi emas. Chunki dunyoga nimaga kelganligini inson bilsa, qiyomatda hisob-kitob borligini bilsa, dunyoda qayg'u bilan yashaydi. Imtihondan o'ta olarmikin men? Qilayotgan amallarim to'g'ri bo'larmikin? Chunki o'lim, birodarlar, hamma narsani ketkizadi. Boylikni ketkizadi, mansabni ketkizadi, chiroyni ketkizadi. Kim buni anglagan bo'lsa, tinchligi uchun xursand bo'lmaydi, shiddati uchun mahzun bo'lmaydi. Ogoh bo'linglar, albatta Alloh dunyoni imtihon hovlisi qilib yaratgan. Oxiratni esa mukofot hovlisi qildi.